Testosteroni baland erkaklarda sezilib turadigan asosiy 5 ta belgi. Agar sizda ushbu 5 ta belgilar bo'lsa, bilingki, sizning testosteroningiz baland. Birinchisi, tanadagi tuklarning normal holatdan ko'p bo'lishi. Ikkinchisi, mushaklarning normadan baland bo'lishi va ovozlarning do'rillashi. Uchinchisi, doimiy ko'zi qonga to'lib yurish, ya'ni jinsiy xohishning kuchliligi. To'rtinchisi, doimiy ereksiyaning yuqori bo'lishi, ayniqsa tonggi ereksiyaning ko'pligi. Beshinchisini nima deb o'ylaysiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Bu videoni testosteroni baland yaqinlaringizga jo'nating.